Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun bizdan sanamiz 30-iyul. Hozir aynan hozirgi paytda qalamcha qilsa bo'ladimi deyilgan savol juda ham ko'p bo'ladi. Albatta hozir qalamcha qilsanglar bo'laveradi. Hamma gullar, misol uchun Sansevieria, Sendatus hamma gullarda ham qalamcha qilsak bo'laveradi. Bizda hozir faqat bu Zamioculcas Черный Ravon bo'ladi. Biz bundan ham qalamcha qilamiz. Oddiygina maklardan qalamcha qilib ko'ramiz hurmatli. Bular juda ham effektivni bo'ladi. Nimagaki bularda ildiz otishi juda ham yaxshi bo'ladi. Bir oy davomida bunga umuman tegmaysizlar. Mana shunday. Hammamizda bor bu oddiygina mana shunday kichkinagina garshokchaga universaldan gruntdan solganmiz. Xohlasanglar begumizdan foydalansanglar bo'ladi. Xohlasanglar vermikulit, perlit uni farqi yo'q. Bu уже Zamioculcasni Zenzi sortidan shundan oldik. Bu o'g'limizniki. Bundan ham qalamcha qilib ko'ramiz hurmatli. Mana shunday qilib ekkanimizdan keyin bir oy davomida bularga suv bermaymiz. Hozir mana beryapmiz bir marta. Mana ular ko'p namlikni yomon ko'radi. Shu sababdan bir marta suv beramiz. Mana shunday qilib. Bir marta namligini ushlash uchun bo'ldi. Bir oy davomida umuman tegmaymiz hurmatli. Bularga hozir biz hammaning uyida bor. Mana shunday salfanlar bo'ladi. Hammada prozrachniy paket. Shunga solib qo'yamizda, havo kirmaydigan qilib chigib qo'yamiz. Mana bir oy davomida bu o'zi teplichka bo'lib qoldi. Mana shu holatda tagida kartoshkasi bo'ladi. Ildizlari birinchi kartoshka paydo bo'ladi. Undan keyin ildizlari sekin paydo bo'lishni boshlaydi hurmatli. Ochib kavlab ko'rmasliklarni tavsiya qilamiz. Nimagaki ularni nimalarni qo'zitmas. Endi ildiz chiqaraman degan joylarni qo'zitib qo'yasiz. Shuning uchun keyin mana bunday holati ham bor. Bu sinib qolgan ekan. Ko'proq yuk kelgan paytda ular sinib qoladi. O'g'limiz shuni ekib qo'yibdi. Bu tezroq katta bo'lgani bilan ildiz chiqarish sekinroq, lekin tezda gul qilib olasiz. Bunaqa holatda qilsangiz ham bo'ladi. Mana shunday kattalarni kesib qalamcha qilsa ham bo'ladi. Hozir imенно mana shu Черный Ravonni ildizidan bakdan ildiz chiqarib, undan bak chiqarganini ko'rsatamiz mana. Xuddi mana shunday bo'lib chiqishni boshlaydi. Bu bir oy davomida kartoshkasi paydo bo'ladi. 2 oyda уже ildizlar chiqadi. 2 yilcha kutasiz siz, ya'ni sotuvga qo'yish uchun gullarni 2 yil boqsangiz, undan keyin sekin sotuvga qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz tuvaylarga ko'chirib olsangiz bo'ladi. Shunda siz istagan gul bo'ladi. Ungacha ozgina mehnat kerak bo'ladi. Hozir bu уже ildiz chiqargan, buni qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi. Xohlasak buni qaytib yopib qo'ysak ham bo'ladi. Ochgandan keyin buni havoga moslashtirish kerak bo'ladi. Nimagaki bular hozir vakuum holatda turgani uchun havoga bular moslashmagan bo'ladi. Shu sababdan buni ochgandan keyin biz salqinroq paytda ochamiz. 2-3 kunda ochib yopib shunaqa qilib moslashtirsak bo'ladi. Epiprim gullarimiz bo'lsa, ya'ni sindaplar mana o'zlarini воздушный ildizlari bor. Bularni suvda ko'paytirsak ham bo'ladi. Sansevieriyalar suvni kamroq xohlaydi. Shu sababdan buni kestirib vermikulit, perlit, universalniy grunt, biohumus suvlarda ham ko'paytirsak bo'ladi. Mabodo kesib ko'paytiradigan bo'lsak, unda siz xohlagan sort chiqmaydi. Nimagaki undan boshqa sort chiqib keladi. Imенно buni ildizidan chiqqani o'zini sorti chiqadi hurmatli obunachilar. Shuning uchun buni aynan o'zini sortini olaman desangiz, yonidan bolalashini kutasiz. Kichkinaroq tuvakka ekish kerak, gullar ko'proq ko'payadi degan narsa bu faqat Sansevieria bilan Zamioculcasga tegishli. Qolgan gullarga emas hurmatli obunachilar. O'ta katta tuvaklarga ekib qo'yganimiz ham gullarimiz qiynaladi. Ko'p suv berib bo'ktirib qo'yayotgan qizlarimiz ham bor, kam suv berib chanqatib qo'yayotganlari ham bor. Hozir aynan yozni issiq paytlarida Sansevieriyalarga ham ozgina dush qilinsa, xuddi mana shunday qilib ularga zarar qilmaydi. Ildizlariga kamroq suv berasizlar hurmatli obunachilar. Hozir aynan уже maktab payti ham yaqinlashyapti. Maktabga ham juda ham arzon, hamyonbop gullardan chiqarib qo'yamiz inshaalloh. Ularni уже rejalashtirib qilib ham qo'ydik. Mana shu ularımizdan ham chiqaramiz. Aynan maktablarga, zavideniyalarga, ofislarga olsa ham bo'laveradi. Hammaga zo'r tushadigan gullarimizdan ham bor. Ularni ham alohida inshaalloh bitta video qilib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.